Shunaqa videolarni bunday qilib o'tkazib yubormasdan bee'tibor bo'lmanglar, iltimoslardan. Qo'llaringni kelsa yordam qilinglar, qo'llaring kelmasa, shu hatto bir like bilan kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting. Siz bosgan kommentariya, laklaringiz ko'proq odam tarqashiga sababchi bo'ladi. Faqatgina musulmonmiz hammamiz. Bee'tibor bo'lmaylik, iltimoslardan. Xo'p. Assalomu alaykum ahvoga, ahvollaringiz yaxshimi? Ahvoga kasalligingizni nima kasalligini tushuntirib bering. Abi ko'pchilikka qiziq, nima kasallik? Kasalim saraton kasaliga chalinganimga 5 yil bo'ldi. Saraton chalinganingizga rakka 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri og'riysiz. Yildan yil og'irlashyapti. Endi hozir hech bo'lmasa og'rib qoldirib turuvchi dorilarga ham pul yetmayapti. Uyimiz agarati ham yana yarmini sotib, Yergacha sotib bo'lingan bilamiz. sotib bo'ldik mana endi. Bitta o'g'lim bor. Shu ham ishlab qonimiz to'g'raydi, ham meni dorimni qilib juda qiynalib ketdi shu bola. Iltimos yaxshilar ozgina yordam beringlar menga. Juda shu o'limga bosib ketdim. O'lish ham qiyin ekan. Xudo xolasa yaxshilar ko'p, yaxshilar ko'p. Ishonmaydiganlar, katta raqamni prosta qo'yadiganlar deganlar uchun adres aytib ketaman. Qo'qon Uchko'prik Gumbaz mahallasidagi o'sha ahvoganing uylari desalaring o'zi hamma bilishadi, bu mana shu mahalladagilar bilishadi. Kelib ahvollaridan xabardor ham bo'lishlaring mumkin, xabar ham olishlaring mumkin. Bunaqangi videolarni meni o'zim ham osonlikcha har kimga chiqarmayman. Shu haqiqatan ham yordam kerak bo'lgan, ehson kerak bo'lgan odamga sizlar uchun tushuntirib chiqaryapman. Qadrdonlar, qo'llaringdan kelsa 5000 so'm, 10000 so'mmi katta raqamlarni qoldiraman. Katta raqamlarga tashlaylar. Kasalda duosini, savobini olib qolaylik. Xudo xolasa hech kimni boshiga shunaqangi kunlar tushmasin. Tushsa agar imkoni yo'q. Biz baribir hamisha xalq xizmatida tayyor odamlarmiz. Qadrdonlar, faqat bee'tibor bo'lmanglar shunaqangi videolarga. Aka, hozir nomerlaringizni pastga qoldirib qo'yaman. Xudo xolasa yaxshi niyatda bo'lamiz. Inshaalloh biz xalqimiz hammamiz padishkada bo'lib yordam qilamiz.